Ertalabki harakatlarda cheklanish, o'rinda turishning qiyinligi, bo'g'imlardagi og'riqlar, qo'lning bukilishi va yozilishi qiyinligi, tizzani buka olmaslik. Bu belgilar yarim soatdan ortiq davom etsa, bilingki, sizda poliartrit kasalligi rivojlanmoqda. Klinikada ushbu kasallik bilan davolangan bemor bilan suhbatlashdik. Bu safar sizni nima bezovta qildi? Bu safar meni oyog'im bezovta qildi qizim. Keyin revmatolog Saida Nurmatovaga kirdim. Chunki men 2021-yildan beri Saida Nurmatovada lecheniya olib kelaman. Mana bir hafta davolandik. Hozir men yaxshiman. Hamma doktorlarga, hamshiralarga, mana shu aks atlant bosh vrachlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalari shirin so'zlik bilan muomalada bo'lib, meni mana bir hafta lecheniya qildilar. Mana oyoqqa turib, tikka turib, mana hozir bemalol gaplasha olyapman. Revmatoid artrit bilan kasallangan bemorning analiz natijalarida ham kattagina o'zgarishlar. 64-palatada bemorimizning natijalari chiqibdi. Xo'p. 64-palatada bizda revmatoidniy artrit bilan bir necha yildan beri davolanib kelayotgan bemorimiz yotibdilar. Ularni kelgan paytdagi S-reaktiv belok, ya'ni S-reaktiv oqsil natijalari 37,8 ni ko'rsatgan bo'lsa, bugungi kunimizda 8,1 ni ko'rsatyapti. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosib, boshqalarga ham ulashib qo'ying.